Rızkındaşlar. Onu dep qaqshab, bunu dep qaqshab. On dedi, bun dedi, andaq depti, bu bundaq depti, ötevimlik. Hey qarindoshlar. Hey aziz qarindoshlar. Men o'tgan oylarda, o'tgan yillarda Birleşmiş Teşkilat'taki bayrağı qarab yiqinglar. İlanning bayrog'i bor ekan. Kommunistni chiqarganlarmi shu? George Bush'qa Iroqni uzgan, uyalmayan uzgan. Qarindoshlar. 1.264 zavod fabrikasi bor ekan. Chet ellik. Bularniki butun nimasi ashaqdan chiqib olsa, talab qilgan bo'lsa, Uyg'ur deb talab qilinglar desa, Amerika chiroyli chiqarib qo'ydi. Xo'sh, endi qozoqni, o'zbekni chillab uyagini qilsak bu yerda tillamasdan noroziligimizni bildirsak bo'ldi qarindoshlar. Tillagandan foydasi yo'q. Tillasak teqinbek o'shmanlik aniqki xalqqa hujum qiladi. To'xta, dunyo bu Uyg'urni yo'qolsin da'vosak, chiqa ana deb go'ylar deb bilan. Xatarlik ish qarindoshlar bu. Shuning uchun norozilik bildirsak bo'ldi. Lekin islomni mana shu vaqtida islom dinni ishiltish kerak. Sur oyatlar Alloh subhanahu va taoloning sur oyatini ishiltish kerak. Siyosatni ishiltma desang bo'lmaydi. Nimaga siyosat ishlatsa u yer o'ramal bor. O'zbekistonda o'ramal bor. Shu vatanda chiqqan o'zbeklar bor. Xitoy chiqarib qo'ygan. Yağa yapılaqdan bizni muşna qılatdı, anda qılatdı, Xudayım köketdi. Aqşı kökçi yok dep. Yağa yapılaqdan şundal bir gap qısa. Bu nadan millet, insaniyet hamsamagan insaniyet nadanlık qılıp chiqib düşüş kerak bu günahni. Amerika varsın, chatga chiqib ketsin bu günah. Dep aniki xalqning ishida milliy qirg'inchilik bo'ladi. Shu milliy qirg'inchilik nima bo'ldi? Xitoy bilan qo'shib xoinlar nima deyishosizlar? Mushundoq emasmi bu haq? Deb ashnon deginiga kelib birimizda yamayarmi shu. Shuning uchun aziz qarindoshlar, hamma narsani halollik bilan bo'lmaydi. Halollik bilan bo'lmaydi. Tantaglik bo'lmaydi. Men davoldim, qilib oldim, etib oldim deganmada bo'lmaydi qarindoshlar. Nimaga? Bir qozonga boshqa millat bilimdan pishadi. Oldida gap so'qib o'tarding. Masenga kollektivda общий degan gap. Ko'pchilik. Gap setib o'tardik. Kelib qozon bo'shgan deb tomog'ini atdi. Maymunning go'shtini soldimmi, cho'chqoningmi, chiqib tomog'ini atdi. Keyin qo'pabsan, tillab. Voy anani kapiriyo, aqchi ko'kchiyo. Haram narsa qilibdi aqchi ko'kchi deb. O qozon degan cheyin, temir, cheyin. Boshqa shiltgan narsan bo'lmasa, oldida uzang deysan. Men gap so'qib o'tdim.
Ankip o'tladim, bu kip ishiltib oldi. Ha. Mush o'zim ishlatganmisam bo'ptikan desam ham, anag'im dushman bo'lmaysan. Ha. Men bu demek nima? Şu Uyg'urniki uxlab yotqicha, ashdan keyin kirigicha, Uyg'urniki dardni anlatgan bo'lsang, Uyg'ur degan bo'lsang, Turkistonliklar mundaq qotadi. Turkistonda mundaq qotadi. Desan, xalq Turkistondan qayerda? Sen o'zing kim u? O'zingni bildirmay Turkistonda voqea evasan, natija nima chiqadi? Ana shu natijada o'xshash sening ovozing bo'y chiqib qo'ydi. Cumhuriyet Meltik 40. kvotada çıktı. Senin avazın çıktı. Yani bir yerde millet üzen köyü atsa yana toxtamay, yana şu avazını kısan. Bir yerden Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Şanghay hemkarlık nemisidir. Tutsa ola. Makul onu mu koyaydı, Şanghay'ını mı koyaydı? Bunun Xitayga evet bo'layotirdi. Hammasi. Shuni tashkilotlar mayli xalq bo'lsin, Uyg'ur millati mush ishchiga bir esiga bir chekitmada bir pesh qo'yib qo'yish kerakdi. Hozir sening ayay desang, vataniki millatini ayab qutqizolmadan. Hamda O'rta Osiyodagini o maçtan bizim vatandakilik vayron bo'lib ketsa, Xitoy kelib u yerda qirg'inchilik qilsa, vaqt kimning da'vosi qilsa ma'qul. Davoni qilishni bilmadingmi? Chekin. Davoni o'zingni shaxsiy manfaat qilib oldingmi? Chekin. Qaqshima. Bunu Allah köketmedi, Allah düngüme. Üzendin kö. Mesela ay Selitcan onu dedi, bunu dedi. Ben Selitcan'ı unutuldım. Hain, kalmak, akış gökçede. Köpünçeden demiş ki doğru dedi. Mesela 1000 adamın içinde 6-7'si na doğru siyaseti kıldın dedi. Niye? Bir adamı tılaş. Bütün umumi Kazak'ın tılaş, ya Özbek'in tılaş, medyada müşnak iqib, yema oynayıp gitdi. Niye? Bir adamdaki ismi üyedi ba. Anan iken bu millet müşna tarihte müşna kelgen. Muş Kazak millet kutquzimiz deb ilixandallığı yo'qib ketgan. O'rislar yo'qotib o'tgan. Deb so'zlab o'tganman. Ona qarshi hech kim fikr qilmadi. Nima qilmadi deganda, hamda bu yerda o qozoqlar bor. O'za yil 2020 3 bola kelgan. Köle sekulat akadep. Uyuş paranlaşkan ekan 300 adres deb berdim. Keldi. Maşın bir de. Bir Volkswagen Passat. Maşın kelib. Ko'rishib, paranlaşıp ketdi. Ular tushuntirib qo'ydi bu yerda. Bir saat. Anladı. Şundan rahmet aka. Med adam kendisi deb ketdi. Vay andaq setibetdi, aqbatdi, ko'qbatdi, anangni qo'yla aqsh ko'kchi, sen go'yla aqsh ko'kchi, u nima ish bitmaydi. Uni janglar qilishning hojati yo'q.
Biz üstümüzü qaraymiz, üstümüzü ölçümüzü qaraymiz, ölçümüzge. Ölçümüzkining o'zimizdan qilayotgan xatoligini tuzaymiz. Sen o'zingga o'zing ega chiqmading, haqning sen bilmishi va. Billahi qiz gap. Sen o'zingga o'zing ega chiqmading, vaqiratgan shu odam xato. Millatga ziyon qiladi. U Uyg'urning da'vosi qilmaganki Xitoy nima qiladi? Bu Xitoyga yaratganli bir tashviq bu. Mayli dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, mayli ki Uyg'urning hammasini qilayotgan siyosiy xato bu yerda. Shaxsiy ma'lum Uyg'ur millatim degan ish chaqirayotgan nayt oz sondagilar. Ko'p sondagilar Uyg'urga ziyon qilyapti. Natija anda chiqdi. Vali taqsa ko'p sen nima deb petition yig'ding, nima deb ma'ni qo'l qo'yding? Turkiston aqchi, Turkiston xalqini olib ketdi. O'zing demadingmi? Shu peti chiqdi bu. Nima deysan desin, nima deysan? Hech kim bilamaysan-ki. Oldida o'zimizdan og'zi chiqqanni hisoblab boqaylik. Millatga foyda oldimi? Ziyonda boshqa narsa yo'q. Yaxshi o'ylab boqaylik qarindoshlar.